Men yaxshi bilasizlar, kichkina blogerman, atigi 9000 8000 obunachim bor edi, xolos bu ishni boshlaganda. Lekin shuncha ishni qilib qo'ydik, sizlarning yordamlaring bilan bo'lyapti. Katta blogerlar ham biz ishlarimizni ko'rib turibdi, lekin kelib yordam bergan hech qaysini duxi yetmayapti. Men bu gapni ochiq oydan aytaman. Lekin meni qilayotgan ishim shu blogerlarning yuzini oqlash uchun, blogerlar borligini, odamlarga foydasi tegishini olib chiqish uchun bo'layapti. Aka-ukalar, befarq bo'lmanglar bu ishga. Qurilishimiz to'xtab qolmasin. Oxirigacha sizlarning yordamlaringni yetkazaylik. Biz 38 million aholi bitta yordam qiladigan bo'lsak, bu qurilishimiz 3 kunga qolmasdan bitib ketadi. Lekin ko'pchilikni befarq bo'layotganligi uchun, boshiga bunaqangi sinovlar tushmaganligi uchun ko'pchilik befarq bo'lib qolyapti bu ishimizga. Aka-ukalar, befarq bo'ladigan xonasi bas, berayotgan pullaringiz kamaymaydi, aksincha ko'payadi. Kamoliddin akamning qurilishlariga siz yordam beradigan bo'lsangiz, 1 deb bersangiz, Xudo sizga 10 ni beradi. Biz birlashsak, bir xalq bo'lamiz. Qo'limizda 5 million pulimiz bor, lekin 20 million oshiq rasxotimiz turibdi. Hammomga, tualetga, oshxonaga, kanalizatsiyaga, uyni suvag'iga bir 15 millioncha pul yetmayapti. 38 million aholi befarq bo'lmasdan bu videoga bitta yaqinlarga ulashib yuboradigan bo'lsak, bu qurilishimiz 3 kunga qolmasdan bitib ketadi. Befarq bo'lmanglar aka-ukalar, bu videoga like bosamiz, yaqinlarga jo'natamiz. Pastda karta raqamlar qo'yib berganmiz, nomerlar qo'yib berganmiz. Qo'lingizdan kelgancha yordam beradigan bo'lsangiz, bu qurilishimizni sizning yordamingizda, qolganlarning yordamida bitkazib yuboramiz. Qadrdonlar, duo qilib turasizlar, Xudo xolasa ozgina qoldi, oxiriga yetib qoldik.